Assalomu alaykum Shoh 91 kanali a'zolari. Navbatdagi kaptarlar uchun, temir qafaslarimiz, tovuqlar uchun qafaslarimiz tayyor bo'lgan obzorni ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, bir donadan like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qafasimiz mana juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Bu kaptarlar uchun temir qafasimiz. Hop, ko'rinishlari o'zgacha dizaynda tayyor qilganmiz. Bu qafasimiz razmerlari uzunligi 2,5 metr, uzunligi yon tomoni esa 1,5 metrni o'z ichiga oladi. Qafasimizni polni setkalari rossiyskiy zanglamaydigan baquvvat setkalardan bo'lgan. Va mana bu ikkita tomonida portichkalari mavjud. Ichiga kaptarlar shu yerdan qo'nib, bemalol kirib ketishlari mumkin. Taglari esa mana saydinglarda o'rnatganmiz, o'ziga yarashgan svitlarda. Mana bu yerlarda siliftlari mana tarnovdan suvlari katakka sachramagan holatda pastga tushib ketish uchun siliflarni ham chiroyli qilib o'rnatilgan. Mana bu yerda esa svitlari bor, mana. Chiroyli qilib o'rnatilgan, ikki tomonga ham o'rnatganmiz. Kelib tashqarida bir kechasida foydalanish uchun svitlarni o'rnatganmiz. Va ichkarisini ko'rsatib o'tamiz. Qafaslarimizni pollari ham bemalol odamni ko'taradi. Chiroyli qilib o'rnatilgan, qo'noqlari yetarli darajada bo'lgan. Parlash xonalari mavjud. Va 48 ta uyalari bor, arka shaklida, ichlari keng holatda bo'lgan. Kaptar bemalol ichida qanotlari qisilmagan holatda yurish imkoniyatiga ega bo'lgan. Mana bu yerlarda qo'nib yurishlari uchun, kaptarlar uchun mana yetarli qo'noqchalarni tayyorlaganmiz. Mana bu yerda dog' idishlari va suv idishlari. Mana bu yerda suv idishlari bor, ko'rsatib o'tamiz. Suvni kuyamiz. Mana bu yerda ichidagi ifloslangani qolib ketadi. Almashtirish uchun idishlari chiroyli holatda bo'lgan. Ichlari ham svitlari bor, mana yetarli darajada. Qafasimiz odam bo'yiga xalaqit qilmaydi, bemalol kirish mumkin. Balandligi oyoqdan tomini uchigacha 2,45 sm ga ajratilgan qafasimiz. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'lgan, ko'rib turganingizdek. Siliflari, tomlari ham, svitlari juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. O'ziga xos qilib. Yo'llari esa mana travertin shaklida berganmiz. Bu g'ish holatini sikromni qafasimiz. Mana bu yerda tagi tovuqlar uchun qafaslarimiz tayyor. Ranglari mokr asfalt rangga ajratilgan. Portichkalari, eshiklari. Jami 17 dona gnezdolari mavjud. 30 dan ortiq kaptar bemalol yuraveradi. Pastida va tovuqlar uchun mana tovuq boqish uchun mana qalin setkalarni qo'yganmiz, rossiyskiy setkalarni. Ichida 15 dan 20 taga nafar tovuqlar bemalol sharoitida boqsa bo'ladi. Va mana bu yerda oxir don idishlari bor. Ochib donni solib yovib qo'yish mumkin. Bu yoqda turgan. Bu tomondan tovuqlar, cho'jalar uchun umuman xavf yo'q. Va mana bu yerda tuxumlash xonalari mavjud. Tuxumini bu yerdan surma shaklida eshik qilganmiz. Olib tashqarida katakning ichiga kirmasdan tuxumni olib foydalanish mumkin. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.